akalar nimalar bo'lib ketyapti? Sun'iy intellekt bozorida juda ham katta o'zgarish bo'ldi. Google yaqindagina Google Anti-Gravity degan yangi loyihasini e'lon qildi. Ya'niki bu sun'iy intellektga asoslangan agent hisoblanadi. Zudlik bilan mana shu dasturni o'rnatishimiz kerak kompyuterimizga. Google Anti-Gravity deb turib qidiradigan bo'lsangiz, mana shu dasturning sayti chiqadi. U yoqdan o'zingiz Windows'ingizga yoki macOSga ko'chirib olib o'rnatsangiz bo'ladi. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanaqa ishda ishlashingizdan bog'bon bo'lasizmi yoki dasturchi bo'lasizmi, grafik dizayner bo'lasizmi, buxgalter bo'lasizmi, ahamiyatsiz. Sizni ishingizni avtomatlashtirib beradigan dastur. Qanaqa qilib avtomatlashtiradi desa, mana soddaroq qilib aytaylik, siz buxgaltersiz, qanaqadir Excelda, dokumentlarda ishlaysiz. Ularga siz dostуп berasiz, dokumentlaringizga o'zi kiradi, siz komandasini to'g'ri tushuntirib qo'ysangiz bo'ldi. O'zi o'sha aytgan narsangizni qilib beradi, tayyor qilib beradi. Buni bir necha bor o'zimiz sinadik, bu yoqda jamoa bilan sinab ko'rdik, qo'lladik. Ahamiyatsiz. Agar siz qanaqadir, misol uchun bilmadim, tur operatormi yoki qanaqadir bilmadim, Amerika bilan ishlaydigan, misol uchun trekinglar, ya'niki treklarni boshqaradigan operator bo'lasizmi? Misol, emailing jarayonida siz xabarlaringizni kimgadir yuborib turish kerak. Shuni sizni o'rningizga u bajarib beradi. Siz uchun tayyor ishchi sifatida va avtomatlashgan robot ishchi sifatida bajarib beradigan agent. Juda ham zo'r. Buni hammasini siz bemalol qila olasiz. Tasavvur qiling, siz qanaqadir bir katta deylik tadqiqot olib borishingiz kerak. Mana shu tadqiqotlarni siz uchun bajaradi. Kompyuteringizga shunday komanda berib qo'yib qo'yasiz, dostuplarni berib qo'ysangiz bo'ldi. O'zi kiradi, hamma ishlarni bajaradi, qidiradi, topadi, qo'yadi, yozadi, tayyor bo'lib xulosasini, natijasini sizga taqdim etadi. Mana shunaqa dastur. Juda ham super. Boya men o'zim 40 minut vaqtim ketadigan narsani 3 minutda tayyorlab berdi. Tasavvur qilyapsizmi? Men 40 minutni shunday yo'q qilib yuborishim mumkin edi. Qanaqadir o'tirib bittalab o'zim qilib o'tirishim uchun. Lekin bunga men alohida dostuplar berdim va mana shu vazifalarimni juda ham a'lo qilib bajarib berdi. Zudlik bilan o'rnatamiz, mutlaqo bepul bolalar. Mana bu yoqdan pricing qismiga o'tib ko'rsalaringan bo'ladi. Individual holatda yetarli darajada dostuplari bor va bu mutlaqo bepul. Hammalarga omad tilayman. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar.